Ko'pchilik mijozlarimiz bizning kompaniyada qanday turdagi xizmatlar ko'rsatilishi to'g'risida murojaatlar kelib tushadi. Hozirda kompaniyamiz tomonidan fuqarolik va iqtisodiy masalalarda yuridik xizmat ko'rsatish xizmatimiz joriy etilgan bo'lib, ushbu xizmatlarimizda hujjatlarni tayyorlash va masalalarni ijobiy hal qilish uchun tegishli maslahatlar berib borishni belgilab qo'ygan. Bundan tashqari bizning kompaniyamizda professional mediatorlik, vakillik xizmatlarimiz ham joriy etilgan. Bundan tashqari tadbirkorlik subyektlari uchun alohida tartibda tasdiq hujjatlarini tayyorlash, hujjatlarni huquqiy jihatdan ekspertiza qilish va tegishli davlat organlariga yuborish, vakillik xizmatlarini ko'rsatish ham joriy etilgan. Shuningdek, yuridik shaxslarning huquq va manfaatlarini to'liq himoya qilish maqsadida sudlarda ularning nomidan ishtirok etish, hujjatlarni tayyorlash va manfaatlarini to'la himoya qilish xizmatimiz joriy etilgan. Fuqarolar uchun alohida tartibda oilaviy masalalar, mol-mulk masalasi, meros va boshqa huquqiy masalalar bo'yicha hujjatlarni tayyorlash va tegishli davlat organlariga yuborib berish xizmati ham joriy etilgan.